Shohruxbek, Islom Maxachev va Dena Magdalena jangi bo'ladi. Bu jang haqida fikringiz? O'zimning fikrim Islom yutadi. 5 shans yutadi xudo xohlasa. Buni pastga olib tushib, taqdirda ezib tashlaydi. Mana siz o'zi professional sportchi sifatida nima deb o'ylaysiz? Uni vaznini o'zgartirgani unga foydaga ishlaydimi yoki zararga ishlaydimi? Chunki bu yengil vaznda har doim kurashardi. Endi ko'p UFC'da yoshligimizdan kuzatamiz. UFC'da ko'p boyslar kichkina vesdan katta vesga o'tganda o'zini zo'r his qiladi ko'pchilik. Kichkina vesda yaxshi rezultatga erishmaganda katta vesga o'tib, umuman bes porajeniyani yutib tashlaganlari ham bor. Shuning uchun endi Islomdan birinchi bo'yinni ko'ramiz. Nima deb o'ylaysiz? 5 raund jang bo'ladimi yoki 5 raund bo'lmaydi. Ikkinchi raundda bo'lib qo'ysa kerak. Islom Maxachev Dena Magdalena bilan jang qiladi. Sizning fikringiz? Bu jang menga ham rosa qiziq, chunki 77 men o'zimni vesimda, interesniy, qiziqyapman. Hozir prognoz endi nima desam bo'ladi? Islom Maxachevda 60%. 60% Islom Maxachev yutadi. 40% endi Dena Magdalena. Endi u ham podarka emas, yaxshi bola ekan. Lekin endi Islom baribir kuchliroq. 5 raund urishishadimi? 2 raund, 3 raundda tugadi. Islom Maxachev tugatadi. Biz bilan Cowboy Fighting'da tangi Mirzatilla bo'ldi. Rahmat. Islom Maxachev Dena Magdalena jangi haqida fikringiz? Kuchli jang bo'ladi. Ikkovi bays ham kuchli. Qo'lda ham, patilda ham, kurashda ham yaxshi bo'y bo'ladi, xudo xolasa. Nima deb o'ylaysiz? Kim yutadi? Islom Maxachev. Islom Maxachev. Sizning fikringizcha jang 5 raund davom etadimi? Ha. 5 raund. Ochkolar bo'yicha Ochkolar Islom Maxachev, xudo xolasa, kontrol qiladi. biz bilan o'zlaring ko'ryapsizlar Cowboy Fighting'da sheri Muhammad Umar. Islom Maxachev va Dena Magdalena jangi. Bu jang haqida fikringiz? Islom Maxachev yutadi. Sherzodbek, Islom Maxachev va Dena Magdalena jangi haqida fikringiz? 70 ga 30 deb o'ylayman. Islom Maxachev 70% g'alaba qozonadi. Jang 5 raund davom etadimi? Davom etadi. Ochkolar hisobiga yutadi deb o'ylayman. Ochkolar hisobiga yutadi. Islom Maxachevni vaznda o'zgartirgani unga foydaga ishlaydimi yoki zarargami? Albatta uning foydasiga. Foyda. Tarix yaratmoqchi. Azaka Islom Maxachev va Dena Magdalena jangi haqida sizning fikringiz bo'yicha kim yutadi? Islom Maxachev. Islom Maxachev. Kurashni hisobiga yutib qo'ysa kerak. 5 raund jang bo'ladimi? Yo'q, olib bormaydi. Men 3-4 raundda finish bo'lishini kutyapman.